Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun 9-kun va soat yana 5:30 bo'ldi. Hop. Agar bir ishni ketma-ket har kuni qilaversangiz, misol uchun, bir haftadan oshiq qilsangiz, dopamin levelingiz, ya'ni dopaminga bo'lgan ehtiyojingiz ancha me'yorga kelib qolarkan va birorta yangi challenge qilaman deysizku, o'sha vaqtda avvallari tanangiz hech narsani his qilmasdi, chunki bilardi qilmasligingizni va lekin o'zingizga isbotlaganingizdan keyin biror narsa qilaman deganingizda tanangiz ham bu narsani his qilishni boshlaydi. Ya'ni biroz ichingizdagi nafsingiz qo'rqishni boshlarkanda. Shuning uchun do'stlar, bir ish boshlaringizni iltimos tashlab ketmang. Oxirigacha yetkazishga harakat qiling.